Telegramdagi Animedia rasmiy kanali taqdim etadi. Shokolad Cupidon. Yettinchi qism. Kela qol, kamdan kam ushlaydigan mehmon. Anchadan beri ko'rinmayotganding. Kech bo'lganda nimalar qilyapsan? Jixonam, buni tushunmayapsizmi? Ha? Xonam, kiyim kiyib olsangiz bo'lmaydimi? Unda bu kiyim bo'lmay, nima ekan? Bo'pti, kir. La'nati, siz umuman o'zgarmagansiz. Bu yer juda tartibsiz. Oxirgi marta qachon tozalagansiz? Ha? Yaprasita, nima bu? Farosati ishchinikimi? Hali yerga tegsan, chusti vaqib oladi. Muzlatgichda hech narsa yo'q. Tushunursan, studentlik paytimni esladim. O'sha paytda ham hech bo'lmasa mukallafni noni bo'lardi. Xo'sh, mening oldimga biror sabab bilan kelgandirsan? Menimcha bu sevgan qizing bilan bog'liq bo'lgan narsa bo'lsa kerak. Qo'yli, u mening sevgan qizim emas. Biz shunchaki u bilan bolalikdan tanishlarmiz. Nima uchun? Nega har doim mendan yaxshisan? Men axir juda ko'p harakat qilgandim. Nima uchun hech qachon sendan yaxshi bo'la olmayman? Xavotir olma, Hueli. Keyingi safar sen albatta yuqori ball olasan. Janhuyi, yugurmasang-chi. Bugun Hueliga nima bo'lgan? Nima uchun ortimdan quvlayapti? Janhuyi. Hueli. Janhuyi, menga keyingi safar mendan yuqori ball olasan deganding. Sen meni aldading. Agar qayta topshirsang, biz yana bellasha olamiz. Sen aqldan ozgansan, ko'rishni istamayman. Janhuyi, hali ko'rasan. Nima? Biz allaqachon o'rta maktabdamiz, lekin u hali ham. Janhuyi, ustimdan kulyapsanmi? Bunga pushaymon bo'lasan. Hali katta bo'lay, men seni ustingdan kulaman. O'shandan keyin men Hueliga atayin yutqizib berdim. Unga g'alaba qozonish juda yoqardi. Shunday qilib, biz maktabni tinchgina tugatib oldik. Ammo keyin yoz kunlarining birida o'quvchilar, bu formulani yaxshilab yodda saqlang, testda tushishi mumkin. Har xil ko'rinishda keladi. Shunday ekan, yaxshilab mashq qiling.
Jang Huyi, meni eshit. Sening baholaring menikidek yaxshi bo'lmasa ham, menga baribir. Kel yaxshisi men bilan Amerikaga yur. Xarajatlardan xavotir olmasang ham bo'ladi. Ha? Hoy, Huili. Keyinroq aytsang ham bo'lardi-ku. Bormayman. Bu yerda nima bo'lyapti? Svidaniyami? Kel, garov o'ynaymiz. Agar amaliyotda sendan yaxshi bola olsam, bir umr aytganimni qilasan va Amerikaga ketasan. Nima? Yo'q, xudoyim. Qanday kunlarga keldim? Eshitdingmi? Jang Huyi amaliyotda hammadan yuqori balo olgan. Qanday qilib birdaniga bunday natijaga erishdi? Jang Huyi. Sen meni yomon ko'rasanmi? Men bilan Amerikaga ketmaysan? Noto'g'ri o'ylayapsan. Haligi, menimcha sen mensiz yolg'iz o'zing ketganing yaxshi. Hali afsuslanasan, Jang Huyi. Huili. Hayot ancha qiyin. Bolakay, juda charchadingmi? O'ylanib qolding? Sensei, amaliy imtihonda hammadan yuqori balo olmoqchiman. Shu boisdan menga yordam berishingizni istayman. Ha? Shundaymi? Qanday ajablanarli. Seni bunday tushgan holatda ko'rmaganimga ham ancha bo'lgandi. Bu safargisi kimni deb? Bunday deb bo'lmaydi. Xo'sh, nima deb yozsam ekan? Oddiygina yozib ham bo'lmaydi. Xayrli tun, yaxshi dam ol. Huyi, juda e'tiborli. Tanxuanga yordam berganimizdan xursand bo'lsam ham, ammo baribir men Huyi bilan birga bo'lishni xohlayman. Sensei, menimcha aqldan oza boshladingiz. Kamroq aytishingiz kerak edi. Bu yerga do'stim uchun yordam so'rash uchun kelgandim. Ha, do'st deysanmi? Kim bo'ldi ekan u? Biror tanishingmi deyman. Bilasanmi, Huyi kelishgan yigitsan. Biroz erkiroq bo'l va shunday qilib hamma qizlar seniki bo'ladi. Sensei, bema'ni gaplarni bas qiling. Shuncha qizni nima qilaman? Mana u o'chib ham qoldi. Azizim, o'zingni yaxshi ko'rsatding. Hozirgi yoshlarni tushunib ham bo'lmaydi. O'zidan katta qizlarni yaxshi ko'rib qolishgan. Sensei, nega bunday deysiz? Noqulay holga qoldirdingiz. Qani, harakatlaning. Shunday. Qani, davom eting. Nimagadir bugun Senpayning kayfiyati yaxshimi? Shuni aytaman. Uning kayfiyati har doim yaramaslar. Sana nima? Behayolar. Bugun sizlarning ham kayfiyatingiz yaxshi ko'rinadi. Qani bo'lmasam, sizlarga alohida topshirig'im bor. Qo'yilmas sizga, to'ppa-to'g'ri ish qildingiz. Qani tezlashinglar. Sizlar biz bilan birga mashq qilayotgan ekansiz. Bizdan kuchli bo'lishingiz kerak. U bizlarni prosta mazax qilyapti. Har bir aytayotgan so'zlaringni yaxshigina eshityapman. Kel, buni yanada qiyinlashtiramiz. Hoy, Tanxuan bormi? Jang Huyi. Hoy, qayerga olib ketyapsan? Haliki, biz ajalganmiz. Bu yerda turishimiz yaxshi emas. Boshqa joyda gaplashamiz. Yo'q. Buni hammaning oldida muhokama qilishimiz kerak. Musobaqa? Ha, shunday. Yolg'iz o'zim barcha qizlarga qarshi chiqaman. Yutqizgan g'olibning buyruqlariga so'zsiz itoat qiladi. Qoidalar quyidagicha. Qoida 1. Orangizdagi istalgan qiz imtihonda mendan yuqori ball to'play olsangiz, g'alaba qozonasiz. Sir yo'qol bu yerdan. Sen nima? Ikkinchi qoida. Agar butun maktabdan eng yuqori ballni ola olmasam, siz g'alaba qozonasiz. Shunday holatda sizga ma'qulmi? Jang Huyi, aqldan ozdingmi?
Bu axir o'z joniga qasd qilish deyiladi. Linyo maktab bo'yicha birinchi raqamli. Xo'sh, orangizdan kim senpayni himoya qiladi? Janxuyi, nimani rejalashtirgansan? Sen bu qoidalar bilan aniq yutqizasan. Jamoamdagi Xelsuy sendan ancha ustun bo'ladi. Senpay, keling biz buni qabul qilamiz. Biz uni yuta olamiz. Shunday. Xo'sh, demak qatnashmaysiz. O'zingiz bilasiz. Mayli, Janxuyi, biz taklifingni qabul qilamiz. Bu yaxshi. Bir haftadan keyin yana qaytaman. Xo'y, qara, ana bu Janxuyimi? To'g'ri, eshitishimcha u Tanxuan bilan garov bog'lagan. Maktab bo'yicha yuqori ball olish kerak ekan. Ahvol og'ir-ku. Xo'y, nimalar haqida o'ylayapsan? La'natim momaqaldiroq, juda asabga tegyapti. Vaqt ham allamahol bo'ldi. Endi uxlashim kerak. A? U kim bo'ldi? Huili? U qaytdi. U qaytdi. Huili. Hoyi. U qaytib keldi. Yana meni la'natlamoqchi. Nima? Hoyi, senga umidsiz ko'rinyapmanmi? Lekin men juda ham qo'rqyapman. Hech qizi yo'q. Men seni yaxshi bilaman. Shunday ekan yaxshisi. U haqida o'ylama. o'n beshta kam uchmas ekanda soat. Такой легкий, Bad Boy'ni repiga to'g'ri kelardi. Animedia rasmiy Telegram kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Asliddin. Keyingi qismlarda ko'rishguncha, xayr.